Yo'llagan aytsam yo'qmi? Senga gapirma. Jonim, berinchi qarang. Ey, Qo'rqmang, ber qarog'im sizga ko'p bo'ldi, lekin men siz yorug'lik ketib so'raman asabi. Sobir bera hech kim bilmaydi deydi. Akalar sizlarga qarab qilmaylik-a, sobiringlar. ey, etlaring bu yoqqa. Erkaksiz nimadir qiling. Stop! Senga kim ruxsat berdi? Stop! Deyishlar. Kim yo'lladi seni? Akajon, aytmoqchi sizga, Sobir bera hech kim bilmaydi deydi. Sizlar bor ekansizlar, men bilganim yo'q. Sobirga telefon qil. Qilaman telefon akajonim, Sobirga telefon qilib beraman. Sobir jo'rajon bera hech kim bilmaydi deyoding, lekin akalar men ushladim, men gapir. Qo'lga tushgan bo'lsang nimaga men aytasan? Endi to'g'risini ayt. Kim yubordi seni bu yerga? Nasib. Xoliq aka, bular kim? Ana u yoq mahalla rais ekanlar. Nimagani bechorani urishyapti? Ana u boshqa mahallaga open budjetdan ovoz berdi, o'shan kuchuk deb uribdi. Sirlamalaringga. Aka, bu pistolet bu, jo'n aka, qo'rqitvermang, iltimos sizdan zashgal qilmas, o'tirib ketadi o'zi. Qo'rqyapsizmi Xoliq aka? Qo'rqyapsanmi? A pistolet bo'lganiga qo'rqatdi aka. Keling shuni erkakcha qilamiz. Tushunmadim. Haqda nimaymiz akajon? Yutgan anchadan chiqib ketadi, bo'lami aka? Tasha. 6 pagon urdi akajon sizda. Senga javob, ketaver. Manchi. Sen qolasan. Ey, men tashlab ketaverasanmi shular? Ey, men seni biror marta tashlab ketmagandim lekin. Akajon, bitta o'ynasin jon aka. Ey, bitta o'ynasin shu. o'zing o'ynaysan. Yo, aka, men prosta harom ishlarga qo'ynim kelmaydi akajonim. Yet pagon urdi. Karta o'ynash sizga emas ekan-ku. Ey, menga qarang. Pilotlar dars o'ynayvering. Bizga ketib tushundingmi, sog'boling. Yur jonim. Ket. Ey, yomon shustir ekan-a, bitta karta bilan. Sog' bo'l. Sizlar ham sog' bo'linglar, kakras uyga yetib olib. Unaqa qilmang, iltimos aka. Ey,